2005-2016 oralig'ida biz jahon chempionatiga chiqishimizga sal qolgan. Ba'zida 1 ball yetmagan, ba'zida bitta gol yetmagan. Nima deb o'ylaysiz? O'sha paytda asosiy sabab nimadan iborat bo'lgan? Endi aniq bir sababni aytib keltirish qiyin, chunki o'sha paytda ham juda qattiq mehnat qilingan, ajoyib tarkib bo'lgan, murabbiylar yaxshi bo'lishgan, lekin qaysidir paytda yoki omadimiz kelmagan yoki qaysidir joyda futbolchilarning o'zi xato qilgan, kerakli joyda gol ura olmaganmiz yoki qaysidir joyda kerak emas paytda gol o'tkazib yuborganmiz. Hozir bo'lsa hammasi o'zimizning nazoratimiz ostida bo'ldi. O'yinda kerakli o'yinlarni yutdik. Vaqtida murabbiylarni nima deydi ko'rsatmalarni to'liq bajardik va natijaga erishdik. 2016-yildan boshlab o'zbek futboli tarixida juda jiddiy burilish bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi xatolarni biz to'g'riladik? Birinchi o'rinda tizimni yo'lga qo'ydik deb o'ylayman, chunki har yildan yilga futbol tizimi, sport tizimi o'zi to'g'ri tizimlandi. Shuning uchun birinchi to'g'ri qilgan ishimiz albatta tizimlanish, chunki yoshlikdan boshlab tizimni, futbolni, tarbiyani to'g'ri yo'lga qo'yilsa albatta vaqt kelib natijasini beradi. Shuning uchun birinchi o'rinda tizim deb bilaman. 2018-yilda Osiyo chempionatida qanaqa bir qiziqarli voqealar bo'lgan? Eng qiziqarlisi albatta qorli jang. Birinchi taymda oq formada, ikkinchi taymda ko'k formada o'ynaganmiz. Shuning uchun eng esda qolarlisi o'sha bo'lgan. Albatta finalda gol urganim o'zim uchun qiziqarli voqea bo'lgan. Oxirgi savol, yoki bitta so'z yoki bitta ibora bilan javob bersangiz. O'zbek futboli siz uchun bu Hayot deylik, chunki futbol men uchun o'zi hayot. Shuning uchun nafaqat o'zbek futboli uchun, men o'zim uchun futbol bu hayot.